Viloyatimizda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, sanoat zonalarini boshqarishda Xitoy tajribasini qo'llash hamda elektrotexnika, mashinasozlik, qurilish materiallari, xavfsiz kimyo va boshqa sohalarda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish dolzarb ahamiyatga ega. Prezidentimizning o'tgan yilning 29-noyabr kungi hamda joriy yil 4-mart kuni qabul qilingan qarorlariga muvofiq Qo'shko'pir tumanida O'zbekiston-Xitoy texnoparki maxsus sanoat zonasi tashkil etildi. Xo'sh, ushbu sanoat zonasida qanday loyihalar amalga oshiriladi va uning iqtisodiy samaradorligi qanday? Hozir shu haqda. Qo'shko'pir tumanining Yovg'ir mahallasi hududida 175 gektar maydonda tashkil qilinadigan maxsus sanoat zonasi faoliyati uchun 16 ta loyihani amalga oshirish hamda Xitoy namunasi asosidagi texnopark tashkil qilish ko'zda tutilgan. Bu orqali eng chekka hududda iqtisodiy jihatdan samarali majmuani barpo etishga erishiladi. Mazkur texnoparkda avtomobil yo'llari, suv va kanalizatsiya tizimlari, tabiiy gaz, elektr tarmoqlari va boshqa infratuzilma xitoylik investorlar tomonidan amalga oshiriladi. Boshqaruv kompaniyasi dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, infratuzilma uchun $160 million investitsiya ajratishi belgilangan. Xorazm viloyatida investitsiya muhitini yanada yaxshilash, sanoat zonalarini boshqarishda Xitoy tajribasini qo'llash hamda elektrotexnika, mashinasozlik, xavfsiz kimyo, qurilish materiallari va boshqa sohalarda ichki va tashqi bozorlarga raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun mazkur texnopark hududida amalga oshiriladigan loyihalar orqali Xorazm viloyati iqtisodiy yanada taraqqiy topishiga ishonamiz. Bugungi kunda texnopark hududida yirik loyihalardan ekologik toza suyuq bo'yoqlar ishlab chiqarish, quyosh panellari ishlab chiqarish loyihalarini sanab o'tishimiz mumkin. Xususan texnoparkda ekologik toza suyuq va kukunli lak bo'yoq mahsulotlari, quyosh panellari, akkumulyatorlar, invertorlar va stabilizatorlar, kuzatuv kameralari, elektr mototransport vositalari, travmatologiya va ortopediya tibbiyot asbob-uskunalari, ko'cha chiroqlari, har xil turdagi elektr generatorlar, farmatsevtika mahsulotlari, kartoshka kraxmali kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Shu bilan birga ushbu yangi loyihalarni amalga oshirishda davlatimiz tomonidan bir qancha imtiyozlar ham berilishi ko'zda tutilgan. Bizning tumanda joriy yilda hurmatli prezidentimizning tegishli qarorlari bilan Yovg'ir mahallasi hududidan 175 gektar yer maydoni ajratib berilib, O'zbekiston-Xitoy texnoparki maxsus sanoat zonasi tashkil qilindi. Natijada ushbu texnoparkda 5000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yiliga $160 million mahsulotlar eksport qilinib, budjetga qo'shimcha 200 milliard so'm tushumlar tushishi ta'minlanadi. Ushbu O'zbekiston-Xitoy texnoparki maxsus sanoat zonasida tashkil qilinadigan loyihalarga bir qancha imtiyozlar beriladi. Bular transport xarajatlari 50% gacha kompensatsiyalar to'lab beriladi. Xomashyo mahsulotlarini xorijiy davlatlardan import qilib, yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarib, chet davlatlarga eksport qilgan xorijiy korxonalarga qo'shilgan qiymat soliqlaridan ozod etiladi. Bundan tashqari, texnoparkda amalga oshirilgan loyihalar uchun kiritiladigan investitsiyalarga qarab, yer, mulk va suv soliqlaridan hamda daromad soliqlaridan ozod etiladi. Loyihalarni shakllantirishda asosiy e'tibor import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan. Bu esa nafaqat mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish, balki yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi.